Men nos chekardim. Rostdan aytaman, studentlikda chekkanman. 4 yilmi, 5 yil to'xtovsiz nos chekkanman. U juda tashash qiyindimi? Ishonasizmi? Bir kunda tashab yuborganman. Bir kun hozir ko'rsam, bor qayd qilaman-da, shu narsani ko'rsam qayd qilaman. Bir og'izga bo'ldi, yetgan. Borganmiz o'sha Saudiya domlaga aytdim. Ulardan tasha bo'lmayapti-da shu narsani. Tasha bo'lmayapti. Nima bo'ladi? Tashasang nima bo'lyapti ichki dunyoingda deganda, nimadir yetishmayotganga o'xshaydi. Asabiylashaman. Haligini bitta cheksam joyiga tushadi desam, ha, sog'inch anaqa bor ekanda, qanaqadir ha desam, bo'ldi. Bitta gap aytgan bo'ldi, o'sha chekmayman-da. O'sha. Sani degan bir yaqin odaming o'lganmi degan. Ha, o'lgan, eng yaqin do'stim o'lgan. O'sha o'lgandan keyin usiz yashashga, odamlar ota-onasi o'lsa yashashga chidaydi-da. 3 kunda bo'ldi. O'zi eslab turasiz, sog'inasiz. Qabul qilasiz, qabul qilasiz. Nima endi nos nima? O'sha ota-onadan ham andaqaroqmi degan. Ota-onasiz yashashga chidaydi-da, nossiz yashashga chidalmaydi bular deganda. Jinni o'paladiganman-da. Bo'ldi, o'sha.